Hammanglar ko'rdinglar, Real Madridda PlayStationda Barselona bo'lib turib qorlab oldim. Aka siz ham yutum, to'g'rimi? Bo'ldi, nima qilamiz? Revanshmi? Revansh deb ketdilar-da oldimga. Mana shunaqa o'yinlarda barcha yutish mumkin, lekin hayotda reallik hozir penalti tepishamiz. Reallik yutolmaysizlar. Bo'ldi, nechtadan? 3 tadan tepishamiz. Bo'ldi, mana hayotda ham barcha zo'rligini mana hozir isbotlayman. Ne только o'yin. Давай, let's go. Ko'rmayapman, Realchilar qani Realchilar? Endi nima deysiz? Oyog'im sal og'riyapti, Azim aka. Gap yo'q, Barsachilar mushuk bo'ladi, aka, tan oldim, brat. Men formani o'zi kiyolsa bor, odam ham kuchli bo'ladi. Men sizdan revansh olmoqchiman. Hozir bir bo'lib qoldi PlayStation'daman. Hayotda siz keyingi shartda obunachilar kommentariyaga yozadi. Davay. Yo'q, aka, nohaq yutdingiz, to'xtang, brat. Bering, aka. Nima bo'ldi? Nohaq yutdingiz, aka, doping. Qanaqasi? Nima men bu, aka? Alakazay kola. Alakazay kola ichdim. Bu chitku bu, buni ichgandan keyin odam energiyaga to'lib ketadi. Mana bu Alakazayni Dubai mahsuloti bo'ladi bu. Necha yil oldin chiqqan edi, lekin mana endi O'zbekistonga yana qaytib keldi. Mana farqlari bor buni. Ichdingizmi buni? Apple Mine deganini ham ichibsiz Alakazayni. Необычный tamligi bu. Mana o'sha buni ham. Jinshen deganini ichibsiz. Ichdingizmi? Jinshenligini ham ichdim. Pomegranate degan ta'mini ichdingizmi? Voy, menga yoqadigani ham bor ekan-ku. Alakazay. Shakari yo'q, kolasini ham ichibsiz, to'g'rimi? Mana yutganlarining sababi shunda. Keyingi revanshda bularni siz ichasizda, keyin o'ynaymiz. Bo'ladimi? Bo'ldi, hozir ro'zda qilamiz. Voy, mana buni qarang, aka. Hozirda O'zbekistonda barcha do'konlarda sotilayotgan bo'lsa, yana narxi ham arzongina, aka. Hamma sotib olib, ichib, mana yutaveradi-yu hamma. To'xta, endi siz shart bajarishingiz kerak, ishtirok qildingiz-ku. Qanaqa shart? Mana Alakazayni 10 tadan ortiq mahsulotini katta boks qilasizda, 3 ta realchiga davay sovg'a qilasiz, mayli. Barchacha emas, realchiga. Bo'ldi, kommentda realchilar yozsin, o'sha kommentdan realchilarni topamiz deb, o'shanga men o'zim podarka qilaman. Bo'ldi, energiyaga sizlar ham to'lib olasizlar. Keyingi safar men ham ichib tushaman endi. Давайте, let's go. To'xtang, любойni bajaramiz. Oldingi safar menga ana butilkaga o'tirib, unaqa bo'lib ketdi. Atletico bo'ladimi, Real bo'ladimi, Madrid bo'lsa bo'ldi. Madridda adasi Barselona bo'ladi. Ukam, nima o'ylaysan? Bugun Barsa comeback qiladimi, yo'qmi? Yo'q, aka, 5 shoning, keling sport Barsa yoradi. Men bilan nimaga sport? Nima Barsaman? Uka, obunachilar bilan sport o'ynaymiz. Yo'q, aka, ishoning, mana Realchimi, Madridchimi, любой bilan sport o'ynayman. Agar mana hali o'yin boshlanmadi, agar Barselona yutqizsa shu video qo'yiladi kommentariyada. Eng ko'p yozilgan shartim men bajaraman agar Nobodo yutqizsa. Любой bajaramiz. Bu любой. Mana shu gol, javob ber. Zo'r mana. Mana. 5. 2-0. Bu Barsachilar biz har doim comeback qilganimizni bundan keyin ham qilamiz. Endi nima deymiz? Ko'p karlavorimiz. Yutqizdik, aka. Davomish kerak. Kommentariyaga eng ko'p yozilgan shartni bajaramiz. Yoshligimda Real o'yinini qo'yib berishsa bo'ladigan Barsamiz.